Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Shom namozidan keyin hamma o'sha iftorlik qilib, shom namozini o'qib bo'lib, janoza namozini o'qib bo'lib, to iftor vaqtigacha, tarovehgacha Masjid Nabaviyning ichida, tashqarisida shunday so'ng to iftor vaqtigacha, iftor namozigacha hamma deyarli arablar ham butun millatlar hammasi choyxo'rlik qilishadi. Arab qahvalaridan ichishadi, choylar turli xil. Ko'p arab qahvasi ham, choyiga ham ko'proq bular qalampir munchoq deyiladi. Qalampir munchoqdan ko'p solinadi. Ajoyib, o'ziga yarasha ta'mi bor. Lekin biz aynan Markaziy Osiyoliklar, Mo'g'rinahr xalqi, Turon xalqi bu narsaga o'zini ko'k choyga, qora choyga, oddiy choylarga ko'p o'rganganimiz uchun bir g'alati tuyuladi, ta'xirday tuyuladi. Zotan endi bular cho'l aholisi, keyin mana bu turli xil Pokiston, Bangladesh shu millat vakillariga odatiy bo'lgani uchun choyxo'rlik juda bo'ladi. Mana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Endi yoniga olib ko'rsatmayman chunki noqulay bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ana Samarqand Roybek Trail, anti o'zbek taomlari. Subhanalloh. Bu tomondan olmay qo'ying. Jahongir. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Madina Munavvarada biz alhamdulillah birodarlar bilan ovqatlandik. Inshaalloh hozir haramga boramiz, xudo xolasa. Shakari bormi? Mana bular. Alaykum assalom. Alhamdulillah. Jahongir bilan biz Madina Munavvarada biz birodarim bilan alhamdulillah shu yerga yetkazganiga shukr. Gap bo'lishi mumkin emas. Inshaalloh shu videolarni qachonlardir yana ko'rganimizda mana shu yerlarda bo'laylik. Keyingi kelishimiz inshaalloh keyingi Ramazonga yana niyat bor. Amin, amin. Alloh yetkazsin. Ilohim nasib qilsin. Qayta kelish. Inshaalloh biz bo'ydoqlarni ayol qizlar bilan rizqlantirsin Allohim. Ko'p. Faqat barakalisidan. Mana ikki birodarimiz ham ketyaptilar. Akbar va Faxriddin. Tong. Alhamdulillah. Madina tongi. Bu qayerlar hisoblanadi? Anaqa haramdan bu qaysi mahalla endi? Bu ko'chaning nomini bilmadim. Madinaning orqa ko'chasida bu. Orqa ko'cha. Haramdan ancha bir qancha muddat uzoqda? 3 kilometr. 3 kilometr uzoq joylashgan. Mashalloh. Videoda Kun juma. Juma namoziga kelishyapti hamma. Soat 10 bo'lyapti. Hozir yana yarim soatdan keyin hamma yoq to'ladi. Kim ulgursa ulguradi. Jumaga tayyorgarlik. Hozir bir pasda hamma yoq to'lib ketadi. Ana narsa. Ana Madina nimaga salqin? Chunki Madina oldin ham, ya'ni Yasrib oldin ham Payg'ambarimiz alayhisalom sallallohu alayhi vasallam hijratlaridan oldin ham Madina xurmolari bilan juda mashhur bo'lgan-ku. Salqinligining sababi yashillik ko'p, ya'ni xurmo daraxtlari, xurmo bog'lari juda ham ko'p. Mana shu yerda xurmo sotishyapti. Alhamdulillah, hozir Qubo qarab ketyapmiz. Qubo masjid. Arablarda ro'mol o'rashini sababi shu. Nima deydi? Chang, to'zon. Endi oldin boshqacha bo'lgan-ku baribir. Kinolarni ko'rgan bo'lsalaring ham chang to'zonlardan saqlash, quyoshdan saqlanish uchun ro'mol salla sifatida bo'lgan oldin, lekin zamonaviylashib, rasmiylashib bunaqa ro'molga aylandi. Allohim menga bir odatiy, lekin o'zi quyosh uchun saqlanish uchun afzal. Kepkadan ko'ra ikki yonboshda yopadi. Lekin hozir ertalab subhanalloh bir ham yaxshi. Bugun 29 Ramazonning so'nggi kuni. Bugun shanba kunini Qubo masjidiga ketyapman.
Quboga borishning sababi shanba kuni payg'ambar alayhissalom har shanba Quboda borib ibodat qilganlar. Buni ajri bor, savobi bor. O'shani biz ham umidida inshaalloh.